Shuni qo'yib qo'yasiz mana. Ko'ryapsizmi? Bu eng katta qovoqdan oldim, apeli. Mana. Mashq holatda turadi. Bu toshlari nima uchun asosiy? Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bedana ish qog'ozlariga mana yangi bedana qovoqlarimiz ustiga g'iloflarimiz keldi. G'iloflarimiz mana arzoni bor, mana arzoni, sal qimmatrog'i bor, undan ham qimmati, eng premium qimmatlari bu. Har xil turlaridan kimga qanaqasi yoqadi, o'zi kelib olib ketaveradi. Bu bedana nimaga usti yopiladi deganlarga asosiysi o'zini xotirjam his qilish, har xil muhit sirazi unga masalan shabada bo'lsa sirazi bormaydi, ushlab qoladi, shu chang bormaydi, ichida o'zini xullas hali yopinchig'ida xotirjam his qiladi, o'zini yana ham sayrovra. Ochiq bo'lsa har xil hasharotlar, arilar kirib qolishi mumkin. Shuni hisobiga bu nima? Chaqib olib, nobud bo'lishi mumkin. Mana bunda xavfsizroq bo'ladi. Mana bunaqa qilib yopiladi, harasiga bir-biriga tushaveradi. Shuni qo'yib qo'yasiz mana. Ko'ryapsizmi? Bu eng katta qovoqdan oldim, apeli. Mana. Mashq holatda turadi. Bu toshlari nima uchun? Asosiy bezak bas. Asosiy bu shabadada ochilib ketmasligi uchun. Ashuni hisobiga og'ir ushlab turadi bu. Mana shu ushlab turadi. Men tushunishimcha shunaqa. Kelaverasizlar, mana shunaqa yopinchiqlarimiz ham bor. Lak bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Obunachilarimizga ko'p narsalar chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa kesalaringiz sizlarni ham rozi qilib jo'natamiz. Lak bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab hamma mahsulotlarimizni harakat qilyapmiz yetkazib berishlikka. Imkon qadar. Murojaat agar sizlarda masalan o'sha hududlaringda yo'q mahsulotlar bizda bo'lsa, iloji boricha yetkazib beramiz. Asosiy rozichilik, lak bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, kelaverasizlar.